Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun har bir nafaqaxo'r, har bir oila byudjeti uchun o'ta muhim va moliyaviy barqarorlikka bevosita ta'sir qiladigan mavzuni muhokama qilamiz. Hamyoningizga jiddiy yangilik olib kelishi mumkin bo'lgan 2026 yildan kuchga kiradigan ulkan imkoniyat haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot sizning shaxsiy moliyangizga qanday ta'sir qilishini bilib olishingiz shart. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosing. Muammoning mohiyati avvallari nafaqaxo'rlar uchun turli soliq imtiyozlari mavjud edi. Lekin ular ko'pincha ma'lum cheklovlar bilan bog'liq bo'lar edi. Masalan, mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozlar faqat bitta turar joy binosiga yoki ma'lum bir maydonga nisbatan qo'llanilardi. Yer solig'ida ham xuddi shunday holat edi. Nafaqaxo'rlar o'z mulklari uchun soliq to'lashdan to'liq ozod etilishi kamdan-kam uchrar. Ko'pincha bu faqat alohida holatlarda yoki ma'lum bir hududlar uchun amal qilar edi. Bu esa nafaqaxo'rlarning zimmasiga qo'shimcha moliyaviy yuk bo'lib tushar. Ba'zan kichik pensiya bilan bu to'lovlarni qoplash qiyinchilik tug'dirardi. Ko'plab nafaqaxo'rlar ayniqsa qishloq joylarida katta bo'lmagan yer uchastkalariga egalik qilishsa-da, shu yer uchun har yili soliq to'lashga majbur edilar. Shaharlardagi nafaqaxo'rlar esa o'z kvartira yoki uylar uchun kadastr qiymatdan kelib chiqqan holda mol-mulk solig'i to'lashardi. Bu tizim o'ziga yarasha adolatli bo'lgan bo'lsa-da, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish zarurati doimiy ravishda his qilinardi. Endi esa 2026 yildan boshlab vaziyat tubdan o'zgaradi. Hukumatimiz tomonidan qabul qilinishi kutilayotgan yangi qonun yoki prezident qarori loyihasiga ko'ra nafaqaxo'rlar mol-mulk solig'i va yer solig'ining ma'lum qisman yoki butunlay ozod etilishi mumkin. Bu juda katta yangilik. Tasavvur qiling, har yili to'lagan soliq summasi endi sizning hamyoningizda qoladi va boshqa muhim ehtiyojlaringizga sarflanishi mumkin. Bu nafaqat moliyaviy yengillik, balki davlatning nafaqaxo'rlarga bo'lgan e'tibori va g'amxo'rligining yaqqol ifodasidir. Bu o'zgarish asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning turmush farovonligini oshirish, ularning yashash sharoitlarini yaxshilash va pensiyalarning xarid qobiliyatini oshirishga qaratilgan. Bu jarayonda har bir detal, har bir kichik nuans muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki noto'g'ri tushunchalar yoki ma'lumotlarning yetishmasligi sizni ushbu imtiyozdan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun keling ushbu muhim o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak? Kimga esa xavotirlanishning hojati yo'q demak? 2026 yildan boshlab nafaqaxo'rlar uchun mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha yangi imtiyozlar joriy etiladi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ushbu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarga tegishli bo'lgan turar joy binosi yoki yer uchastkasidan soliq to'lash majburiyatini sezilarli darajada kamaytiradi yoki hatto butunlay yo'q qiladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Keling, har bir soliq turini alohida tahlil qilaylik. Mol-mulk solig'i bo'yicha. Hozirgi kunda jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i mulkning kadastr qiymatidan kelib chiqqan holda hisoblanadi. Nafaqaxo'rlar uchun ba'zi imtiyozlar mavjud edi. Masalan, bitta turar joy binosi uchun maydonning ma'lum bir qismi soliqdan ozod etilardi. Endi esa yangi tartibga ko'ra nafaqaxo'rlar o'zlarining nomiga rasmiylashtirilgan bitta turar joy binosi, kvartira yoki uy uchun mol-mulk solig'ini to'lashdan to'liq ozod etilishi kutilmoqda. Bu degani, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va bitta uy yoki kvartiraga egalik qilsangiz, 2026 yildan boshlab bu mulk uchun mol-mulk solig'ini to'lamaysiz. Kim xavotirlanishi kerak? Bu imtiyozdan to'liq foydalanishni istagan, ammo hozirda ikkita yoki undan ortiq turar joy binosiga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar xavotirlanishi kerak. Chunki imtiyoz faqat bitta turar joy binosiga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Agar sizning nomingizda ikkinchi turar joy binosi mavjud bo'lsa va undan ijara daromadi olsangiz, ikkinchi mulk uchun soliqni to'lashda davom etasiz. Shuningdek, noturar joy bino inshootlari, masalan, do'konlar, ofislar yoki ishlab chiqarish binolari ham bu imtiyozga kirmaydi. Kimga xavotirlanishning hojati yo'q. Faqat bitta turar joy binosiga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar. Siz to'liq soliqdan ozod etilasiz. Shuningdek, hozirda imtiyozlardan to'liq foydalanib kelayotgan nafaqaxo'rlar uchun ham bu xush xabar. Chunki imtiyoz doirasi yanada kengayadi. Haqiqiy misollar va raqamlar bir misol.
Toshkent shahridagi nafaqaxo'r opamiz. Tasavvur qiling. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yashovchi 7 yoshli Gulnora opa nafaqaxo'r. Uning nomida 3 xonali 65 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan kvartira mavjud. Bu kvartiraning kadastr qiymati aytaylik 300 million so'm. Hozirgi soliq stavkalari bo'yicha, masalan, 0,5 Gulnora opa yiliga 70 million so'm mol mulk solig'i to'laydi. Amaldagi imtiyozlarga ko'ra maydonning bir qismi, masalan, 6 kvadrat metrdan ortiq qismi uchun to'lashga majbur bo'lishi mumkin. Yangi qonunga ko'ra 2026 yildan boshlab Gulnora opa bu 7,5 ming so'm soliqni umuman to'lamaydi. Bu uning oylik pensiyasiga qo'shimcha 12,5 so'm degani. Bu esa oziq-ovqat yoki dori-darmon xarajatlarini qoplash uchun ancha katta yordam bo'ladi. Ikki misol, qishloqdagi nafaqaxo'r bobomiz. O'zbekistonning Andijon viloyati Buloqbo'sh tumanida yashovchi 75 yoshli Abduvohid bobo nafaqaxo'r. Uning nomida bitta uy va shu uy joylashganlar yana 6 gektar 6 sotik maydondagi hovli mavjud. Uyning kadastr qiymati 5 million so'm bo'lsa, amaldagi soliq stavkasi masalan, nerga? 15 bo'yicha Abduvohid bobo yiliga 225 ming so'm mol mulk solig'i to'lashi mumkin edi. Yangi qonun bilan 2026 yildan boshlab bu soliqni ham to'lamaydi, yer solig'i bo'yicha. Yer solig'i ham jismoniy shaxslardan olinadigan muhim soliq turlaridan biri bo'lib, yer uchastkasining normativ qiymatidan kelib chiqqan holda hisoblanadi. Hozirda nafaqaxo'rlar agar ular ma'lum bir maydondan oshmaydigan yer uchastkasiga ega bo'lsalar, masalan, dehqon xo'jaligi uchun 0,02 gektar, tomorqa uchun 0,06 gektar, bu uchastkalar uchun soliq to'lashdan ozod etilganlar. Lekin bu maydonlar cheklangan edi va bu me'yordan ortiq bo'lsa, soliq to'lash majburiyati saqlanib qolardi. Yangi qoidaga ko'ra, nafaqaxo'rlar o'zlarining shaxsiy tomorqa uchastkasi, yakka tartibdagi turar joy qurish va uy joyga xizmat ko'rsatish uchun ajratilgan yer uchastkalari uchun yer solig'ini to'lashdan butunlay ozod etilishi kutilmoqda. Ya'ni, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va sizning nomingizda shaxsiy foydalanish uchun ajratilgan yer uchastkasi bo'lsa, 2026 yildan boshlab bu yer uchun yer solig'i to'lamaysiz. Kim xavotirlanishi kerak? Bu imtiyozdan to'liq foydalanishni istagan, ammo yer uchastkasidan tadbirkorlik faoliyatida foydalanayotgan nafaqaxo'rlar xavotirlanishi kerak. Agar yer uchastkasi tijorat maqsadlarida, masalan, ishlab chiqarish sexi yoki do'kon sifatida ishlatilsa, u soliqdan ozod etilmaydi. Shuningdek, agar nafaqaxo'rning nomida 2 ta yoki undan ortiq yer uchastkasi bo'lsa, imtiyoz faqat bitta. Ya'ni shaxsiy ehtiyojlar uchun ajratilgan uchastkaga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Kimga xavotirlanishning hojati yo'q. Faqatgina shaxsiy turar joy yoki tomorqa uchun mo'ljallangan yer uchastkasiga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar. Siz ushbu yer uchun yer solig'ini to'lashdan to'liq ozod etilasiz. Haqiqiy misollar va raqamlar. 3 misol. Qishloqdagi nafaqaxo'r fermer. Samarqand viloyati Urgut tumanida yashovchi 18 yoshli Xolmuhammad bobo nafaqaxo'r. Uning nomida 0,2 gektar 2 sotik shaxsiy tomorqa yer uchastkasi mavjud. Bobo bu yerda o'zi uchun sabzavotlar yetishtiradi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra 0,6 gektardan ortiq qismiga yer solig'i to'lash kerak edi. Aytaylik, 1 sotik yer uchun yiliga 10 ming so'm soliq bo'lsa, bobo 2 sotik 0,2 gektar uchun 20 ming so'm soliq to'lardi. Yangi qoidaga ko'ra 2026 yildan boshlab u butun 2 sotik yer uchun ham yer solig'ini to'lamaydi. Bermish misol. Shahar chetidagi hovli egasi. Toshkent viloyati Qibray tumanida yashovchi 67 yoshli Ra'no xola nafaqaxo'r. Uning nomida 0,10 gektar 10 sotik yer uchastkasi bo'lib, uning bir qismida uy joylashgan. Qolgan qismi esa bog' va tomorqa uchun foydalaniladi. Normativ qiymatdan kelib chiqib, Ra'no xola har yili masalan bigit egida 1000 so'm yer solig'i to'lardi. 2026 yildan boshlab u bu soliqni ham to'lamaydi. Bu o'zidan uning yillik xarajatlarini kamaytiradi va pensiya mablag'larini tejash imkonini beradi. Bu misollar moliyaviy yengillikning nafaqat shaharda, balki qishloq joylarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun ham qanchalik muhimligini ko'rsatadi. Bu tejalgan pullar dorilar, oziq-ovqat, kommunal xizmatlar yoki nevaralarga sovg'alar uchun sarflanishi mumkin. Har bir tejalgan so'm nafaqaxo'r uchun o'ta ahamiyatli hisoblanadi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar har qanday qonun yoki qoida kabi. Bu imtiyozlarda ham o'ziga xos istisnolar. E'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va ba'zan noaniq bo'lib tuyuladigan nuanslar mavjud. Ularni bilish
sizni kelajakdagi tushunmovchiliklardan saqlaydi va imtiyozdan to'g'ri foydalanishga yordam beradi. Birinchidan, barcha mulklar ham soliqdan ozod etilmaydi. Yuqorida ta'kidlaganimdek, imtiyozlar asosan nafaqaxo'rning shaxsiy ehtiyojlari uchun mo'ljallangan turar joy binosi va yer uchastkalariga nisbatan qo'llaniladi. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va bir nechta mulkka ega bo'lsangiz, masalan, siz o'zingiz yashaydigan uydan tashqari yana bitta kvartira yoki uyni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, ikkinchi mulk uchun mol mulk solig'ini to'lashda davom etasiz. Xuddi shunday, agar sizning nomingizda yashash uchun mo'ljallanmagan, masalan, do'kon, omborxona, ofis yoki ishlab chiqarish sex sifatida foydalaniladigan noturar joy obyekti bo'lsa, ular uchun ham soliq to'lashingiz shart bo'ladi. Bu qoida yer uchastkalariga ham tegishli. Agar yer uchastkasi tijorat faoliyati uchun ishlatilsa, masalan, xususiy tadbirkorlik do'kon joylashgan yer yoki ijara asosida boshqa shaxsga berilgan yer bo'lsa, u yer solig'idan ozod etilmaydi. Davlatning maqsadi ijtimoiy himoyani ta'minlash. Tadbirkorlik faoliyatini soliqdan ozod qilish emas. Ikkinchidan, imtiyozni olish shartlari siz nafaqaxo'r maqomida bo'lishingiz shart. Bu degani sizga tegishli hujjat, pensiya guvohnomasi bo'lishi kerak. Mulk sizning nomingizga rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Agar mulk eringiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz yoki boshqa qarindoshlaringizning nomida bo'lsa, ular nafaqaxo'r bo'lmasa imtiyoz qo'llanilmaydi. Shuningdek, imtiyozni olish uchun ehtimol har yili davlat soliq inspeksiyasiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish talab etilishi mumkin. Bu avtomatik tarzda amalga oshirilmasligi ehtimoli yuqori. Uchinchidan, qaltis jihatlar va byurokratik jarayonlar. Hukumat har qancha shaffoflik va soddalik sari intilmasin, ba'zida byurokratik to'siqlar yuzaga kelishi mumkin. Imtiyozni rasmiylashtirish uchun bir qator hujjatlar, jumladan pensiya guvohnomasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, kadastr hujjatlari va mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu hujjatlarni to'plash, arizani to'g'ri to'ldirish va uni belgilangan muddatlarda tegishli organga topshirish muhimdir. Ba'zida bu jarayon nafaqaxo'rlar uchun murakkab tuyulishi mumkin. Shuning uchun imtiyozdan to'liq foydalanish uchun barcha jarayonlarni diqqat bilan o'rganish va kerak bo'lsa, yordam so'rash kerak. To'rtinchidan, noaniq nuanslar. Mulkni birgalikda egalik qilish. Agar mulk bir necha shaxsga, masalan, nafaqaxo'rga va uning nafaqaxo'r bo'lmagan farzandiga tegishli bo'lsa, soliq yozi qanday qo'llaniladi? Bunday holatlarda ehtimol imtiyoz mulkning faqat nafaqaxo'rga tegishli qismiga nisbatan qo'llaniladi. Masalan, agar mol-mulk teng ulushlarda ikki kishiga tegishli bo'lsa, nafaqaxo'r faqat o'z ulushi uchun soliqdan ozod etiladi. Bu esa har bir vaziyatni alohida ko'rib chiqishni talab qiladi. 2. Nafaqaxo'r maqomini yil o'rtasida olish. Agar shaxs yilning o'rtasida nafaqaxo'r maqomini olsa, soliq imtiyozi qanday hisoblanadi? Odatda soliq imtiyozlari shaxs nafaqaxo'r maqomini olgan oydan boshlab yoki keyingi soliq davridan boshlab amal qiladi. Bu haqda aniq qoida qabul qilinishi kutilmoqda. O'ti, yerni dehqonchilik uchun ishlatish bu turar joy. Yer solig'i bo'yicha imtiyoz shaxsiy tomorqa va yakka tartibidagi turar joy qurish uchun mo'ljallangan yer uchastkalariga qo'llaniladi. Ammo agar yer uchastkasining maqsadi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi uchun bo'lsa va undan daromad olish maqsadida foydalanilayotgan bo'lsa, bu holatda soliqdan ozod etilmaslik ehtimoli mavjud. Bu yerning toifasi va maqsadiga bog'liq. Da'vat mulkning joylashuvi. Imtiyozlar O'zbekistonning barcha hududlarida bir xil qo'llaniladimi yoki hududiy farqlar bo'ladimi? Ko'pincha bunday umummilliy imtiyozlar barcha hududlar uchun bir xil amal qiladi. Biroq qonunchilikda alohida shahar yoki viloyatlar uchun istisnolar ko'rsatilishi mumkin. Ushbu istisnolar va nuanslarni bilish sizga imtiyozdan to'g'ri foydalanishga yordam beradi va kutilmagan vaziyatlardan saqlaydi. Shuning uchun yangi qonun kuchga kirganda uning rasmiy matnini diqqat bilan o'rganish juda muhim. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak, hurmatli tomoshabinlar? Bu ulkan imkoniyatdan to'liq foydalanish uchun hozirdan boshlab bir qator amaliy qadamlarni amalga oshirishingiz zarur. Shuni unutmangki, ko'p hollarda imtiyozlar avtomatik tarzda taqdim etilmaydi. Ularni olish uchun sizning faolligingiz talab etiladi. 1. Hozirdanoq vaziyatingizni tahlil qiling. Birinchi navbatda hozirgi kunda qanday mulklaringiz borligini va ular uchun qancha soliq to'layotganingizni aniqlang. Barcha mulkka egalik huquqi hujjatlarini, kadastr, texnik pasportlar ko'zdan kechiring. Pensiya guvohnomangiz,
pasportingiz va boshqa shaxsni tasdiqlovchi hujjatlaringizning amalda ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir hujjatlar eskirgan bo'lsa yoki yo'qolgan bo'lsa, ularni hozirdanoq tiklash choralarini ko'ring. Bu keyinchalik vaqtni tejaydi va jarayonni tezlashtiradi. Misol uchun, agar sizning kadastr hujjatlaringizda xato bo'lsa yoki mulkning maydoni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, uni hozirdanoq to'g'rilash uchun yer resurslari va kadastr davlat qo'mitasiga murojaat qilishingiz mumkin. 2026 yilga yaqin rasmiy manbalarni kuzatib boring. Yangi qonun yoki qaror rasman qabul qilingandan so'ng uning matnini diqqat bilan o'rganing. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Lexsa.uz portal Davlat soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti, soliq.uz va boshqa hukumat resurslarida e'lon qilinadigan ma'lumotlarni kuzatib boring. Yangi tartib va uning tafsilotlari, imtiyozlarni olish tartibi haqidagi rasmiy tushuntirishlarga e'tibor qarating. Agar siz internetdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmasangiz, farzandlaringizdan, nevaralaringizdan yoki yordamchi kishilardan bu ma'lumotlarni topishda yordam berishlarini so'rang. Bu muhim. Chunki ba'zida norasmiy manbalardagi ma'lumotlar noto'g'ri yoki chalg'ituvchi bo'lishi mumkin. Murojaat qilish uchun kerakli hujjatlarni to'plang. Garchi rasmiy hujjatlar ro'yxati hali e'lon qilinmagan bo'lsa-da, oldindan quyidagilarni tayyorlab qo'yishni tavsiya qilamiz. A. Pasportingizning asli va nusxasi. B. Pensiya guvohnomasining asli va nusxasi. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar. Kadastr pasporti, oldi-sotdi shartnomasi, mulkni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi guvohnoma va haqi asli va nusxasi. D. Agar talab etilsa, mulkning ijara shartnomasi yo'qligi yoki undan tadbirkorlik maqsadida foydalanilmayotganligi haqidagi yozma tasdiq yoki ma'lumotnoma, buni tegishli organdan so'rash kerak bo'ladi. Imtiyozni rasmiylashtirish uchun ehtimol sizga quyidagi tashkilotlardan biriga murojaat qilish kerak bo'ladi. A. Yashash joyingizdagi Davlat soliq inspeksiyasi (DSI) soliq inspeksiyasiga borib, nafaqaxo'rlar uchun mol mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyozlarni olish tartibi haqida ma'lumot olishingiz, tegishli arizalarni to'ldirishingiz va hujjatlaringizni topshirishingiz mumkin. Soliq inspeksiyasi xodimlari sizga qanday hujjatlar talab etilishi va qaysi shakllarni to'ldirish kerakligini tushuntirib berishlari shart. Davlat xizmatlari markazlari (DXM). Bugungi kunda DXMlar aholiga ko'plab davlat xizmatlarini yagona darcha tamoyili asosida taqdim etmoqda. Soliq imtiyozlarini rasmiylashtirish bo'yicha xizmatlar ham DXM orqali ko'rsatilishi mumkin. Bu ayniqsa qulay. Chunki siz barcha hujjatlarni bir joyda topshirishingiz mumkin. DXM murojaat qilganingizda xodimlar sizga elektron navbatga qo'yishdan tortib, hujjatlarni to'ldirishda ham amaliy yordam ko'rsatadi. 5. Ariza yozish va topshirish. Tegishli arizani to'g'ri shaklda to'ldirish juda muhim. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pensiyasi guvohnomangiz raqami, mulkingiz haqidagi ma'lumotlar va qaysi soliq imtiyozini olishni istayotganingiz aniq ko'rsatilishi lozim. Agar arizani to'ldirishda qiynalsangiz, DSI yoki DXM xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Hujjatlarni topshirganingizdan so'ng ularning qabul qilinganligi haqida kvitansiya yoki ma'lumotnomani olishni unutmang. Bu agar kelajakda tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. 6. Nazorat va kuzatuv. Hujjatlarni topshirganingizdan so'ng arizangizning ko'rib chiqilishi holatini kuzatib boring. Agar ma'lum bir muddat ichida javob kelmasa, tegishli organga qayta murojaat qiling yoki DXM orqali arizangiz holati haqida so'rang. Bu imtiyozning o'z vaqtida rasmiylashtirilishi uchun muhimdir. Unutmang, bu imkoniyatdan foydalanish sizning qo'lingizda. Davlat nafaqaxo'rlar uchun yaratgan bu qulaylikdan foydalanish uchun shunchaki to'g'ri ma'lumotga ega bo'lish va faollik ko'rsatish kifoya. Bu jarayonni ertaga qoldirmang. Hozirdanoq kerakli tayyorgarliklarni boshlang. Xulosa, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videoda biz 2026 yildan boshlab nafaqaxo'rlar uchun mol mulk va yer solig'i bo'yicha joriy etilishi kutilayotgan ulkan imtiyozlar haqida batafsil gaplashdik. Bu nafaqat sizning hamyoningiz uchun katta yengillik, balki davlatning keksalarga bo'lgan e'tibori va g'amxo'rligining amaliy ifodasidir. Bu imtiyozlardan to'g'ri va o'z vaqtida foydalanish uchun barcha amaliy maslahatlarni berdik. Eslatib o'taman. Ushbu imtiyozlar to'g'risidagi aniq qonun yoki qaror matni rasmiy ravishda e'lon qilinganda, uni diqqat bilan o'rganib chiqing va yuqoridagi maslahatlarga amal qiling.
o'zingizni, oilangizni va moliyaviy barqarorligingizni himoya qiling. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi. Fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz har doim sizga eng muhim va foydali ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.